Akalar, mashinani jinnisi. Ana mashinani obzor qiladigan akalarga o'xshab boshladim. Videoni oddiy bir musor metallon bo'lsa ham, akalar, mashinani jinnisi-yu deb aldab sizlarda boshlashi mumkin edi videoni, lekin bu realni qimmatbaho antikvar kolleksionerlarda mashinasi 1932-yili ishlab chiqarilgan Ford Roadsterda originali bo'lmasa ham birga bir современный komplektatsiyada terilgan motori V8 объемlik moshni mashina. Eng arzoni современныйni ham akalar, ya'ni zamonaviy birga bir qilinganini ham eng arzoni $100,000 dan $400,000-$500,000gacha ekan. O'zi bu mashinaning yonida yurishim ham xavfli, sababi original bo'ladigan bo'lsa narxi bir necha million dollar. Usti полностью metal, balonini ko'ryapsizlar, Cherokee bo'lib chiqib turgan, oldida pakrovi yo'q, ya'ni balon svobodno ochiq turadi. Mana ham qiziq joyi, anetta egalari turibdi meni videoga olishimni kutib, yonimga kelib, kibrlanib cho'ntagiga qo'lini tiqib, "Meni mashinam yonda, nima qilyapsan? O, xarid!" Aslan bir chekkada chiroyli hurmatini saqlab turishibdi. Yana nimagadir ketyapman, qat'iy ketyap turganimni o'zim ham bilmayman. Video olsam har doim mana shunaqa yurib gapirib olaman. O'zi mendan yaxshi obzorchi chiqar ekan, nima deysizlar? Hatto meni oldindan kuzatganlar biladi, men birinchi TikTokim bilan Instagramimni mashinalar obzoridan boshlaganman. Mashallah, bizga ham nasib qilsin, mashallah. Qizni ko'tini gapirgan ko't.